Ma beni saatkin deb mana to'g'risini o'ylayotgandikan mana mishinda ses kutgan gap mana. Mana mishinda ola kutgan gap. Unda ola qo'yib qolsam, biyida sizlik bir choy demlashni bir yutib qo'yay. Qo'lingizga bir daftarlar qalamni olamsizlar-da. Faqat o'miz yurak urib saqlab olamizmi? Lozim bo'lgan topolmaysizlar. Bir choyni alaylik qo'yib qolsam, oshqozon ajlab ketgan, dil tomoq tatmayotgan, ishqital bijim yeb bo'g'chi yondirdigan, ishtas tutib qilayotgan, tomoqqa faqat mayli yo'q, ayında mayli yashanganlar olsun, mayli kichik bolalarimiz olsun, mayli o'rtaq mas qiladigan bak ichlik choy oladi qoladi. Bu chiyimizning asosli materiali biyo bo'ladi. Biyni asos qilgan asosda keskenchilan, ransonpiyan, alaqa, pinna, apidiyan, reyhanni chechkijma tuqqanlama bu. Hamak, lachindana, yerlik qizilgul, qalampu, zencivil, pulpul qatorliq zafarlar bilan birlashtirib ichsakmi, bak esil chiqadi. Navbat kerak bu hammasini tepib qo'ylaylik sharoit bo'lmay qolib qolsa, asosli qo'yganda mana shu biy bilan alqatchilan Emmiyada kangre mahallimizdimi? İnanılmaz pinnimi, bek kangre, abidiyanmi kangre özümüzün yerlik mahsulotlari. Reyhanmi özümüzün beg'idan chiqadi, oilamizda bor kangre narsalar, mush narsalarni bo'lsin birlashtirib ish qilinglar. Kichkina bir nima yeb bo'g'chi, ko'ngil ilishadigan bearam bo'ladigan avvalliga bek esil manfaat qildi tuqqanlar. O'zingizning ta'm sezgiga asosan Muşu Qashqarning tabiiy yerlik novti va Mishnonda mushi yağdagi tarafda bir chaynak silib bilbal qaynatib 10 minut 15 minut ichida resmi qaynatib qilsangiz biyning bijirim o'lchamlik ta'm chiqadi, ichsanglar resmi huzur baxsh ato qiladi. Qanchalik silishingni bilmaslar qachon-a? Men qalam deb biri. Endi men keskinchilandim. 10 gram atrofida solamiz. Men yansın pendim 5 gram etrafı sarsak buldu. Alıqatdan mı 10 gram etrafı sarsak buldu bunu. Mişinçilik alıqat titiydi tuqqanlar. Pinnedim bir 3 gram etrafı sarsak buldu mu tuqqanlar. Abi diyendi mi 5 gram etrafı sarsak buldu tuqqanlar. Reyhandan çeşkici mi tuqqanlar. Bundan da 5 gram etrafı salamaz. Hemekten bir tasap koymaz. Enazı laçindan mı 5 gram etrafı sarsak buldu. Yani mana yerli xotinning qizilguli, bundan bir 6-7 tal sap qo'yamiz. Qalampu tabiiy issiq narsamis, qalampudimi 5-10 gram atrofida solamiz. Mana qalanglar tuqqanlar. Bo'ldi. Mavo tom zencivil, va quruq zencivilcha. Mana o'ynagasizlar, o'ydaylikqa tomoq ishlatadigan yo'l zenciviling bormiz. Mana shundan bir ikki yopaq sap qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu oshqozonni illatadigan, qonni qizitadigan anda alayligi bor. Biz bununla 5 gram etrafida sap qo'yamiz. Mana pulpulni demsam menni bilasizlar. Bundan da 2 tal sap qo'ysak bo'ladi. Mana nima ekanligini demsam bilasizlar, o'tib qollar.